himoyachilarda vatan himoyachilar turi ekan. Erimni ham tabriklab qo'ydim. Shunga pitsa pishiryapman. Pitsa o'rniga. Pitsa ovqatga bizda aslida qaynonam ovqat tayyorladi. Men u ovqatni yeya olmayman. Qisqichbaqa. Bug'da pishirilgan qisqichbaqada bugun bizda kechki ovqatligimni yeya olmayman. Shuning uchun pitsa pishiryapman. Erimni kechki ovqatmoqchimiz romantik. Shuning uchun. Xullas, judayam kam xarj bo'lgan pitsa. Sababi bugun emas, ertaga tezkorlik qilamiz. Shuning uchun bitta bor narsadan pitsa pishiryapman. Apaylardan o'rganinglar ketaymi? Hazilda. Mayonez soldim. Hamma biladi buni. Bizda shunaqa McDonald'sdan ketchuplar ko'p bo'lib ketadi. Nima zakaz qilganimizda ketchup yo'q deb o'ylamanglar. Ketchupim bor, croissant bilan kartoshka bilan birga keladi, yemaymiz. Kartoshka fri bilan birga keladi-da bu. Yemay qo'yamiz. Shunga pitsaga ishlataveramiz buni. Burger kechasi ko'p zakaz qilamiz biz. Apaylarning kechasi burger yeyishga qoladi, o'rab turadi. Uyqusi kelmaydi. Xullas, bunga ozgina bir qoshiqcha nima chesnok so'rarsanglar, basha zo'r bo'ladi ta'mi. Ketchup, mayonez va chesnok. Pizzani sousi basha zo'r bo'ladi, ta'mi zo'r bo'ladi. Yana chili qo'shib yuborsanglar ham achchiq zo'r pizza chiqadi. Lekin bu birinchi pizza qizim uchun, qizim va qaynonam uchun. Shuning uchun qaynotam uchun, qaynonamga achchiq mumkin emas, ko'p yeyish. Shunga chili solmayman, ikkinchisiga chili solaman. Shunaqa qilib olamiz. Pomidor, bolgarskiy, o'zbekchada nima deyishni bilmayman to'g'risi, va sosiska. Qalbasi oyoq ekan, sosiska bor ekan, hozir va sir. Tagiga sir solib olaman men doim yumshoqroq bo'lishi uchun pitsa sir ko'proq bo'lsa, shirinroq chiqadi. Hozir yozib bayram bo'lgan paytda erim bilan bugun o'tirmoqchimiz romantik qilib. Kafega borgan bilan ham shu pul chiqadi, ko'taraman. O'sha kafega olib borgan pulni menga bersa, O'zbekistonga ketishimga zo'r narsalar o'zimga olib olaman. Tejamkor xotin bo'lish kerak edi, aytayim. Albatta mayli. Endi bular pomidorlarni boshda solib chiqamiz. Pomidorlarga ahamiyat bermaysizlar. Pichog'im o'tmas bo'lib qolibdi, shuning uchun qanday bo'lsa shunday kesib tashladim. Yana shoshib turgandim. O'sha erim ishdan keladigan vaqti bo'lib qoldi. Shuning uchun shunaqa qilib qanday bo'lsa shunday kesib tashlaganman. Oxirgi vaqtlar negativ ko'p kelyapti menga. O'sha keyingi videoda negativchilar haqida ham gaplashib ketamiz. Keyingisi sosiskalarni deb chiqamiz. Anchadan beri video olmayotganimga xafa bo'lmanglar. Uyimdan, qizimdan ortib video qilmayapman. Yana ko'p negativ kelavergan sabab o'zimga ham video olish yoqmayapti. Bir tarafdan O'zbekistonga ketamiz, xudo xolasa yaqinda. Shunga ham tayyorlanib yuribman. Nimadan olib TikTokda efir qilishni boshladim. Sababi TikTokda efir qilsam menga daromad keladi. YouTube'da hali daromad olmaganim uchun TikTokda efir qilishni boshladim. Sababi O'zbekistonga yaqinda ketishimga o'zim uchun oz bo'lsa ham pul yig'ishim kerak. Erim bermaydi deb o'ylamanglar, erim beradi. Prosta o'zim endi o'sha TikTok, Instagram, YouTube'dan vlog boshlagandan keyin daromad qilishni boshlaganimdan keyin efir ham qilishim kerak bo'ladi. Shuning uchun nima qilyapman? Eplashmam sochim yomon asakka tegdi borku. Bir tarafdan zerikaman, ertalabdan kechgacha. Oldin dugonam bilan efir qilardim. Hozir dugonam vaqti bo'lmayapti efir qilishga. Shuning uchun o'zim efir qilyapman. Tushunsalar bo'ladi, ertalabdan kechgacha bola bilan, uy ishlari bilan odam zerikadi. Chalg'ish uchun ham nima qilishim kerak? Video olishim kerak, efir qilaman ozroq. Mana shu Koreyadagi dugonamni ham efirni orqasidan efir qilib TikTok orqasidan topganman. Xullas, pizzamizni pishirishga jo'nataveramiz, keyingi pizzani tayyorlaymiz. Pizza tayyor bo'ldi. Bu achchiq pizza. Bismillah. Ana birinchi pizzani yana qo'yib yubordim. Mana sirlar cho'zilib chiqadigan pizza. Bu erim ikkovimizga, uni qaynonam bilan qaynotamga va qizimga. Sabab ko'chadan zakaz qilib pizza olishga qo'rqaman. Sababi halol emasmi? Bilmayman. Mana bu birinchi achchiq pizza, bu yerdagi men qo'yaman. Bu achchiq emas pizza. Bunisiga chili soldim, bunisiga chili solmadim. Sababi bunisini qaynonam ham, qizim ham yeydi. Qaynonamga achchiq mumkin emas. Mana sirlari erigan. Shunaqa chiqki pizza bo'ldi. Shu bilan pizzalarimiz tayyor. Endi tortni yuvib tashlashimiz kerak. Hammaga xayr.